Bugun ko'pchilik kuzatuvchilarimizni qiziqtirgan savol eko haqida va uni bosqichlari va o'quv jarayoniga tayyorgarlik va u nimalardan iborat ekanligini sizlarga real videolar bilan ko'rsatib beramiz. Assalomu alaykum. Bizni YouTube kanalimizni kuzatuvchilari, men Usmanova Hilola Anvarovna 10 yillik tajribaga ega reproduktolog, ginekolog, shifokorman hamda integrativ vrachman. Bugungi kunga kelib Toshkent shahrida joylashgan Siz ona bo'lasiz eko markazida o'z ish faoliyatimni olib boraman. Bepushtlikni barcha muammolari eko programmalardan tashqari ayollarimizda uchraydigan barcha ginekologik muammolar, estetik turli xildagi yo'nalishlar bo'yicha davo choralarini olib boramiz va ayollarimizda tug'ruqdan oldingi tayyorgarliklar, homiladorlik davridagi o'zgarishlar bo'lsa va tug'ruqdan keyingi muammolar bo'lsa, ularni ham integrativ yondashgan holda bugungi kunga kelib ayollarimizga yordam berib kelmoqdamiz. Yuqorida aytib o'tganimdek, o'quv jarayoni bugun sizlarga biz real videolar orqali ko'rsatib beramiz. Bu jarayon nimalardan tashkil topadi? Ayol kishini biz tayyorgarlik ko'rgandan so'ng hayzning 2-kunidan tuxum hujayralarni yetiltirish bilan demak ishlaymiz va ma'lum ular vaqtga yetganda, diametrga yetganda biz o'quv amaliyotini amalga oshiramiz. Bu demak umumiy og'riqsizlantirish asosida bo'lib o'tadi. Ayol kishida hech qanday og'riq, hech qanaqa kesilishlar, operativ jarrohlik tomonidan unaqa qiyin o'zgarishlarsiz kechadi va ayol kishida yetilgan barcha tuxum hujayralarini biz terib olib, uni embriologimizga beramiz. Va keyingi bosqich boshlanadi o'sha bu urug'lantirish bosqichi hisoblanadi. Va ayol kishi operatsiyadan so'ng o'quvdan keyin klinikada qolishi talab qilinmaydi. 1 soat o'sha umumiy og'riqsizlantirish tarqagandan so'ng tekshiruvlardan o'tkazib, ayol kishining ahvoli qoniqarli bo'lsa, biz uyga javob beramiz va keyinchalik yana kuzatuv asosida bo'lishadi. Bugungi bizni eko programmaga olingan juftligimiz haqida sizga ma'lumot beradigan bo'lsam, bu juftligimizda ikkilamchi bepushtlik 7 yil demak tashxis qo'yilgan. Bularda trubno-peritonealniy faktor, ya'ni bachadon naylarini muammosi bilan olingan eko programmaga. Demak, bachadon naylarida muammo bo'lganda bu ekoga birinchi ko'rsatkich hisoblanadi. Ularda birinchi homiladorlik ham demak oldin boshqa davlatda eko orqali amalga oshirilgan va uyda bitta farzandlari bor. Demak, ularda muammo bo'lganligi uchun albatta keyingi homiladorlik ham eko bilan bo'lishi tabiiy hol. Shuning uchun bizni klinikamizga murojaat qilishganda bularda oldin biz bularni tayyorgarlikni ko'rdik. Xo'jayinlarda ham o'zgarishlar bor edi analizlarda, spermogrammada ham muammolar bor edi. Ularni albatta integrativ davolab, unga yondashgan holda hamma o'zgarishlarni korreksiya qilib, bugun ularni biz eko programmaga olganmiz. Demak, tayyorgarliklar ko'rib, hozir ularda tuxum hujayralarini yig'ib olish, ya'ni ekoni birinchi bosqichi amalga oshiriladi. Mana hozir o'quv jarayoniga tayyorgarlik ko'ryapmiz, ya'ni tuxum hujayralarini yig'ib olish protsessiga. Hozir buni albatta siz bilan birga amalga oshiramiz. Uxlab turasiz bitta, bilasiz-ku, o'rgansiz-ku funksiya. Bahor so'rashlarmi? Hujayra ko'p chiqsa, buni o'zgartiramiz, xo'p? Agar kam bo'lsa, zamamiz. Aha, voy, o'zim qilaman o'zim. Masofadan ketmaysiz. Siz familiyangizni aytasiz? Yaxshi nima qiling. Bittalik o'zim ochayapman. Yaxshi, tayyor yaxshi kerak. Yaxshi kerak. Ranglar yaxshi, tezlik yaxshi. Ranglar yaxshi. Yaxshi keladi, yaxshi. Ketdi.
Asfaltladim. Buyurun. Yaxshi. Yaxshi kelyapti. Yaxshi. Bizning yaxshi. To'xtatamiz. Kelyapti. Yaxshi. Yaxshi. Bizning yaxshi. Yaxshi kelyapti. Yaxshi. Yaxshi. To'xtatamiz. Yaxshi. Kelish boshlandi. Yaxshi. Yaxshi. Yaxshi kelyapti. Yaxshi kelyapti. Bular o'zgaradi. Ha, oxirgilari. Keling. Tampon qo'yamiz. Ha, qilamiz. Mana o'quv jarayonimiz o'z nihoyasiga yetdi. Hozir biz demak hujayralarni olib embriologimizga uzatganmiz. Hozir ko'rib borasizlar buni. Embriologlarimiz hujayralarning sifatini baholab, saralab va birozdan so'ng eksi jarayonni amalga oshirishadi. Undan so'ng 5 kundan keyin embriologlar qanday embrionlar hosil bo'lganini, sifati haqida bizga ma'lumot berishadi. Bu tuxum hujayralar mana mikroskop ostida embriologlarimiz hozir baholashadi. Sifat qanaqa, qanday ichki qismlari hujayrani, yadro qismlari hammasini baholashadi va urug'lanishga yaroqli bo'lganlarni saralab, uni keyin urug'lantirish jarayoni boshqa mikroskop ostida eksid jarayonni amalga oshirishadi bir qancha vaqtdan so'ng. Pasiyentimizda 11 ta hujayra olishga muvaffaq bo'ldik. Hozir birozdan so'ng tekshirib, eksid jarayoni amalga oshiriladi. Inshaalloh duo qilib qo'ying. Har doimgidek duo so'raymiz, chunki bu duolar juda ham kimnikidir albatta o'tadi. Yaxshi embrionlar berilsin va bu paramiz ham bizning klinikamizdan yana bir bor ota-ona bo'lib ketishlarini Allohim nasib etsin. Kanalimizga albatta obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Keyingi videolarimiz bundan da qiziqarli bo'ladi. Yana ekoning keyingi etaplarini yoritib beramiz.